Assalomu alaykum. Bugungi mavzu klaster bosh og'rig'i. Klasterda boshning bir tomonida 15 minutdan 3 soatgacha qaytalanuvchi og'riq bilan namoyon bo'ladi. Og'riq turiga keladigan bo'lsak, ko'z atrofida juda kuchli, toqat qilib bo'lmaydigan og'riq bilan bemor shikoyat qiladi. Qo'shimcha avtonomik simptomlardan ko'z yoshlanishi, burundan suv oqishi, ko'zda qizarish belgilari bo'ladi va Gorner sindromi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'z qovog'ida shib, ptoz belgilari. O'zi Gorner sindromi triadasiga keladigan bo'lsak, ptoz, mioz, angidroz va ba'zi kitoblarda Lagaftalni bergan shu belgilar bilan ham namoyon bo'lishi mumkin. Eng ko'p erkaklarda uchraydi. Davosiga keladigan bo'lsak, sumatriptan va 100% kislorod beramiz o'tkir xuruj paytida. Profilaktik davo maqsadida verapamil, ya'ni kalsiy kanal blokatordan foydalansak bo'ladi. Bu qisqacha davosi edi. Biz chuqurroq to'xtalib o'tamiz. Bu farmakologiya kitobimizda klaster bosh og'rig'ini davo taktikasi qanday bo'ladi, bularni ko'rib chiqamiz. Demak, klaster bosh og'rig'i gaplashganimizdek bir tomonlama ko'z orbital temporal sohalarda juda kuchli og'riq bilan 15 daqiqadan 3 soatgacha kuniga 8 martagacha, ya'ni takrorlanuvchi og'riqlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Ko'pincha kechasi uyg'otadi. Qo'shimcha simptomlar ptoz, mioz, ko'z yoshlanishi, burun bitishi, rinit kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. O'tkir xuruj paytidagi davolash. First line terapiya, ya'ni birinchi beradigan davo taktikamiz qanday bo'ladi? 100% kislorod beramiz. 10-15 litr minutiga 20-10 daqiqa davomida beriladi. Mexanizmi qanaqa? Miya qon tomirlarini toraytiradi, trigeminal faollikni pasaytiradi. Keyingi beradigan preparatimiz sumatriptan. Teri ostiga beriladi 6 mg gacha yoki intranazal burun orqali berishimiz mumkin 20 mg gacha. Dozasi 6 mg subkutaneus, ya'ni teri orqali 24 soatda yana qayta 2 martagacha berishimiz mumkin. Mexanizmiga keladigan bo'lsak, serotoninni o'sha trigeminal nerv uchlarida yoki bo'lmasam qon tomirlaridagi serotonin retseptorlarini antagonisti hisoblanadi. Natijada miya qon tomirlarini toraytiradi. Bundan tashqari kalsitonin generated peptid ajralishini kamaytiradi. Bu first line terapiya hisoblanadi. Ikkinchi second line terapiyaga keladigan bo'lsak, zolmitriptan bersak bo'ladi. Og'iz orqali 5-10 mg dan, lidokain burun orqali 4% ertmadan foydalanib 1 ml har tomonga jo'natsak bo'ladi. Mexanizmi natriy kanallarni bloklab, trigeminal impulslarni to'xtatadi. Akteriatid teri orqali beramiz. 100 mikrogramgacha teri ostiga beriladi. Mexanizmi somatostatin analogi hisoblanib, kalsitonin generated peptid ajralishini kamaytiradi. Taqiqlangan vositalar ergataminlar, giperbarik kislorod va opioidlar taqiqlanadi. Kichik mini profilaktik dorilar, ya'ni klaster bosh og'rig'ida o'tkir xuruj to'xtatuvchi davolash bilan birga shu profilaktik davo ham boshlash kerak. Ya'ni qo'shimcha shu davoni ham birga olib ketish kerak. Uzoq muddatli profilaktika strategiya ishlab chiqarilmaguncha davom ettiriladi. Bunga qaysi dorilar kiradi? Birinchi, ya'ni first line profilaktik dorilarimizga kortikosteroidlar beramiz. Prednizolon 60-80 mg gacha kilogramm 5-7 kun davomida beramiz va so'ng asta-sekin kamaytirib boramiz. Ta'sir mexanizmi neyrogen yallig'lanishni kamaytiradi, trigeminal yadro faolligini tormozlaydi. Gipotalamik disbalansni vaqtincha normallashtiradi. Bundan tashqari, occipital nervni blokadasini ham qilsak bo'ladi. Texnikasi 2 ml 1% lidokain va unga 40 mg tramitsinol bir martalik inyeksiya orqali blokada qilsak bo'ladi. Mexanizmi occipital nerv sezuvchanligini pasaytiradi, trigeminal yadrolardan keluvchi impulslarni bloklaydi. Uzoq muddatli profilaktikaga keladigan bo'lsak, klaster bosh og'rig'i xurujini kamaytirish yoki butunlay to'xtatish maqsadida qo'llaniladi. U odatda xurujni to'xtatuvchi terapiya bilan bir vaqtda qilinadi. Ya'ni o'tkir xurujda qilinayotgan dorilar bilan qo'shimcha buni ham olib borish kerak. Birinchi first line terapiyaga verapamil bersak bo'ladi.
Dozasi mana odatda 80 mg dan boshlanadi. Kuniga 3 martadan 240 mg gacha bersak bo'ladi. Boshlang'ich dozada. Bemor toqatiga qarab, ya'ni bemorning holatiga qarab 480 va maksimal dozasi 960 mg kuniga bersak bo'ladi. Faqat bunda EKGni nazorat qilish zarur. Chunki bradikardiya chaqirishi mumkin va AV blok yuzaga kelishi mumkin. Mexanizmi verapamil deb bilamiz, kalsiy kanal blokatori, u miya qon tomirlarini, silliq muskullarini, vazokonstriksiyasini kamaytiradi. Gipotalamus va trigeminal tizimdagi neyron qo'zg'aluvchanligini pasaytiradi. Ikkinchi second line terapiyamizga agar verapamil yetarli ta'sir bermasa yoki nojo'ya ta'sir tufayli to'xtatilsa, quyidagi dorilar qo'llashimiz mumkin. Litiy karbonat dozasi mana 300 mg dan 2-3 marta kuniga bersak bo'ladi. Maksimal doza 600-900 mg gacha. Litiy darajasi 0,6-1-2 mmol gacha nazorat qilinadi. Mexanizmi neyron membranalaridagi ion muvozanatlarini va serotonin signalizatsiyasini modulyatsiya qiladi. Gipotalamusdagi sirkadian ritmni normallashtiradi. Keyingi dorimiz metizergit, dozasi 1-2 mg gacha 2-3 marta bersak bo'ladi. Maksimal doza 6 mg gacha kunlik doza. Mexanizmi serotonin retseptorlarini antagonist hisoblanib, migren va klaster og'riqlaridagi vazodilitatsiyani kamaytiradi. Endi eslab qolishimiz kerak, bu dorini uzoq muddatli qo'llash fibroz xavfi tufayli cheklangan. 6 oygacha qo'llasak bo'ladi. Maksimal. Topiramat dozasi 25 mg dan boshlanadi. Haftasiga 100-200 mg, ya'ni haftasiga oshirib borib, doza, maksimal doza 100-200 mg gacha yetkazishimiz mumkin. Kunlik doza. Ya'ni 25 dan boshlayapmiz. Bir kunda 100-200 mg kuniga berishimiz mumkin. Mexanizmi GABA faolligini oshiradi. Glutamat retseptorlarini tormozlaydi va neyronlarni ortiqcha faolligini pasaytiradi. Keyingi dorimiz galkanezumab, dozasi 300 mg dan teri ostiga 1 marta, oyiga 1 marta qilinadi. Mexanizmi kalsitanin gen related peptid antitellalari, ya'ni trigeminal tizimni og'riq signalizatsiyasini to'xtatadi. Bu yangi davo taktikasi bu hisoblanadi, ya'ni kalsitanin gen related peptidga qarshi monoklonal antitanalar hisoblanadi. 3-darajali dorilar, preparatlar. Bu preparatlarni dalillari biroz zaifroq, ya'ni ko'p bemorlarda hali qo'llamagan, lekin ayrim bemorlarda foydali bo'lishi mumkin. Ular odatda birinchi yoki ikkinchi chiziq, ya'ni yuqoridagi dorilar foyda bermasa, samarasi yetarlicha bo'lmasa qo'llanadi. Misol uchun mana baklafen. Dozasi 10 mg dan kuniga 3 marta, maksimal doza 60 mg gacha oshirsak bo'ladi. Ta'sir mexanizmi GABA retseptor agonisti bo'lib, trigeminal tizimdagi neyron qo'zg'aluvchanligini kamaytiradi va og'riq impulslarini tormozlaydi. Keyingi dorimiz mana gabapentin, dozasi 300 mg dan kuniga boshlasak bo'ladi va 900-2400 mg gacha oshirsak bo'ladi. Ta'sir mexanizmiga keladigan bo'lsak, voltage gated kalsiy kanallarini bloklaydi. Perisinaptik glutamat ajralishini kamaytiradi. Trigeminal tizimda og'riq uzatilishini pasaytiradi. Intranazal kapsaytin, burun orqali kapsaytin bersa bo'ladi. Bu burun bo'shlig'ida zararlangan tomonni ichiga kuniga 2-3 marta 0,1% dan kapsaytin spreyi yoki kremi qo'llaniladi 5-7 kun davomida. Ta'sir mexanizmi substansiya P ni kamaytirish orqali trigeminal nerv tolalarini desensizatsiya, ya'ni sezuvchanligini pasaytiradi. Natijada og'riq signallari kamayadi. Qo'llanganda qisqa muddat achishish hissi paydo bo'lishi mumkin bu dorida. Keyingisi mana melatonin, dozasi 9-12 mg dan kechqurun uxlashdan 30 daqiqa oldin qabul qilinadi. Ta'sir mexanizmi gipotalamusdagi melatonin retseptorlarini faollashtirib, sirkadian ritmni tiklaydi va gipotalamus trigeminal tizim disbalansini muvozanatlashtiradi. Keyingi dorimiz mana pizotfen, dozasi 0,5 mg dan kechqurundan boshlanadi. Holatga qarab 1,5 mg gacha oshirishimiz mumkin. Ta'sir mexanizmi serotonin va gistamin retseptorlari antagonisti bo'lib, migren, klaster og'riqlarida vazodilitatsiyani kamaytiradi. Nojo'ya ta'siri ishtahani oshirib, uyquchanlikni
keltirib chiqarishi mumkin yoki vaznni oshirishi mumkin. Valproat dozasi 500 ming milligramdan kuniga boshlanadi. Ta'sir mexanizmi GABA konsentratsiyasini oshiradi, neyron membranalarni barqarorlashtiradi va gipotalamik og'riq signallarini tormozlaydi. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan paytlar, ya'ni jigar funksiyasi buzilgan va homiladorlik davrida bu dorini berish mumkin emas. Demak, klaster haqida qisqacha shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'ling, like bosing, do'stlaringizga yuborib qo'ying.